Bilasizlarmi nima? Marketologlarning gapi bo'yicha bitta narsadan qancha ko'p assortiment olib kelib qo'ysangiz, o'sha narsani sotuvi pasayib ketar ekan. Chunki odamlar qancha ko'p oldiga tanlov qo'ysanglar, sotib olishga qiynalib, olish kamayib ketar ekan. Bu narsaga sizlar qo'shilasizlarmi yo'qmi? Men qo'shilaman, lekin amal qilmayman, chunki bilmayman. Men olganda negadir assortiment olgim keladi. Hozir ham misol uchun organizerlarimiz kelgan, akrilik. Hozircha obzor qilib beraman sizlarga, zo'rlari ichi bo'lib, mashina men sizlarga ko'rsatmoqchiman. Qaranglar, bu do'konchilar olsa ham zo'r-da, baland taxlab qo'yasizlar-da, ichiga mayda-chuyda toshlarni, narsalarni solib qo'ysanglar, bu vidini ancha ochib beradi, chiroyli ko'rinadi, ichida nima borligini ko'rinib turadi. Buni narxini keladigan bo'lsa 55 mingdan xohlasanglar, unaqa bittaligi kattasi ham bor. Zo'r, maslahat beraman, chunki xitoyliklarning ko'p do'konida mana shu narsa qo'yib qo'ygan, mashina ichiga narsalarni solib, chiroyli qilib qo'ygan. Katalari kattasidan desanglar, mana shu narsa ham kelgan. Sifatlari zo'r, xudo xolasa. Bu ikkinchi marta kelishi bunisi. Mana bunaqa variantlardan kelgan, ikki xil variantda, katta kichkina. Hozir ochaman. Ochilishi mana bunaqa bo'ladi buni. Agar mana shu kattasidan so'raydigan bo'lsanglar, bundan bor, buni xuddi shuni, sal kichkinaroq varianti. To'g'risini aytsam, buni narxini hali chiqarmadim, yengil kelgani uchun. Shu eski variantlarimizdan, ikki xil varianti. Buni ham usta ochiladi, 40 ming so'm, bunisining narxi 45 ming so'm. Bu ham akril, xomniy akril, ichidagi idishlari ham akril. Buni narxi 45 ming so'm. Ko'pchiligiga ma'qul bo'lgan. Mana shu 3 qatorli bilan 5 qatorlikni katta kattalardan keldi. Qolmagan edi. Mana ko'rib turganingizdek, kattasi 5 qatorli, ko'pchiligiga ma'qul bo'lgan variantimiz. Xohlasanglar bu, men ko'p desanglar, bunaqa 3 qatorli ham bor. Xuddi shunaqa, bu ham kattachasi katta, lekin 3 qatorli. Narxiga keladigan bo'lsa, buni 90 ming so'm qilib beramiz, buni 70 ming so'm qilib beramiz.